Ulamolar aytishadiki, Alloh taolo bandasini tarbiyalaydi. Xos tarbiya bilan tarbiyalaydi. Lekin ko'pchilik tushunmaydi bu tarbiya bo'layotganligini. Ko'pchiligimizga balo bo'lib tuyulgan narsalarda bizga nihoyatda katta foydalar bor ekanda. Allohning rahmati shunaqaki, bandalarini ibtilolar qiladi, ya'ni balolar, musibatlar keladi bandaga. Mana shu balo musibatlar orqali u bandani isloh qilar ekan. Shu mavzuda ulamolar misollar keltirishadi. Masalan deydi, Alloh taolo bir bandasini shunaqa bir musibat, aziyatlar bilan ibtilo qiladi, toki u atrofidagi ota-onasiga ham, yaqinlariga ham, barcha ishonadigan odamlariga hech narsaga ishonmasin, suyanmasin hech kimga. Ya'ni shunday bir narsa beradiki, hech narsa foyda bermay qoladi. Ya'ni bo'ladi-ku bir xilda inson og'ir dardga chalinsa,